Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va viloyatimiz aholisi. Bugungi yo'llardagi vaziyat, sodir bo'layotgan yo'l transport hodisalari sabab siz harakat ishtirokchilariga murojaat qilyapmiz. Chunki haydovchilarning yo'l harakati qoidalariga, belgilangan tezlikka, svetofor ishoralariga va yo'l belgilariga amal qilmasligi, ayniqsa yetarlicha uxlamagan haydovchi avtomobil boshqarishi ko'plab ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lmoqda. Shuning uchun hurmatli fuqarolar, kun davomida yetarlicha dam olmay, uyqusizlik holatida avtomobil boshqarmang. Aks holda o'zingiz va o'zgalar hayotini xavf ostida qoldirasiz. Eng avvalo yo'lga chiqishdan oldin yetarlicha dam oling. Shuningdek, yo'l davomida o'zingizda charchoq sezsangiz, darhol avtomobilni to'xtating va dam oling. Yana bir holatga to'xtalib o'tmoqchiman. Ayni paytda mavsumiy yog'ingarchiliklar kuzatilmoqda. Yog'ingarchilik bo'lgan vaqtda yo'llarda ko'lmaklar hosil bo'ladi. Qolaversa, ko'rish masofasining qisqarishi haydovchining oldindagi xavfni ko'rmay qolishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun bunday sharoitda belgilangan tezlikka amal qilishingizni, oraliq masofani saqlashingizni so'rab qolamiz. Yana bir holat, piyodalarning yo'lning istalgan qismidan kesib o'tishi, qatnov qismida harakatlanishi o'z hayotlarini xavf ostiga qo'ymoqda. Ayniqsa tungi vaqtda mana shunday harakatlangan piyodalarni urib ketish holatlari ko'p bo'lmoqda. Hurmatli fuqarolar, yo'lni kesib o'tayotgan vaqtda, ayniqsa tungi vaqtlarda qoidalarga amal qilishingiz hayotingizni saqlab qoladi. Unutmang, sizning noto'g'ri qaroringiz inson hayoti va uning salomatligini yo'qotishiga olib kelishi mumkin. Ogoh bo'ling.